Andiki ahirgi leksiyamiz bu leksiyaga diqqat qiling hurmatli vatandoshim. Prezident Trump mustabidlar Amerikaning irodasini sal chaqlamasın dediği mavzuli xabar. 11 ayının 5 günü Amerika ovozinin Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Yaponiyaga yetib kelib 2 haftalik Osiyo ziyoratini boshladi. Prezident Trump Yaponiyada Amerikaning Pxenyan harbiy bazasida ofitser jangchilarga nutq so'zlab mundaq dedi. Har qandaq odam, har qandaq mustabid, har qandaq siyosiy hokimiyat hammasi Amerikaning irodasini sal chaqlamaslik lozim. Faraz qilishga bo'ladi-ki, Prezident Trumpning Osiyo ziyoratida nuqtaliq belga Chavshan masalasida. Ko'rdingizmi, muxbirdagi lahzodlikni? Hozir Prezident Trump Yaponiyada nima dedi? Har qandaq odam, har qandaq mustabid, har qandaq siyosiy hokimiyat Amerikaning irodasiga sal qaramasligi lozim. 19-qurultoy 18-kuni ochildi. Qurultoyga doklad bergan rais Xi Jinping nima degan edi? Har qandaq odam, har qandaq partiya, har qandaq tashkilot, har qandaq hukumat Jungodan bir g'erit yerni olaman deb o'ylamasin. Rinhe zudi, rinhe dang, rinhe jundi, rinhe jinfu. Rais Xi Jinping men bugun sizga ingliz tarjima qilib beray. Prezident Trump nima deydi? Rinhe do'chay jinfu. Har qandaq siyosiy hokimiyat rinhe jingtuan. Amerikaning irodasiga sal qaramasin. Hozir oxirida kichkina vaqt chiqarib berishga jumla muhokama qilamiz. Prezident Trumpning Amerikaning ofitser jangchilariga so'zlagan nutqi Chavshanga berilgan ogohlantirish deb qaraldi. Men muxbir Amerika radiosi muxbiri buni Chavshanga qartildi dedi. Bu yerda har qanday odam bugunlatin torbatdir YouTube'da so'zlayotgan hanzu obzorchilari nima deydi? Bu ham Chavshanga ham Jungoga qartildigan so'z deydi. Har qanday odam. Bu yerda Chavshanlar emas, Jungo. Zada qandaq yerda mustabid bo'lsa, mustabidlarga qartilgan so'z. Prezident Trump Amerikaning Yaponiyadagi harbiy bazasini nutq so'zlab bo'lib, dengiz armiya 1-nomerlik aeroplanga o'ltirib 25 minut uchib Yaponiyaga, nima Tokyoga yaqin Chiyu Nayisning Shangavan kenti Klobaga yetib keldi. Bu Yapon ismlarini hanzu yeziverdikan, bu Yapon ismlarini bilmagandikan ta'siskan kechiringlar meni do'stlar. Prezident Trump bugun top maydoni zalida Yaponiyaning vaziri Shinzo Abening qarshi elishiga erishdi. Bu yerda 2020-yil Tokyoning mushonoyasida golf top musobaqasi o'tkazildi. Demak, Prezident Trumpni shu yerga shu noyaga golf top musobaqasi maydoniga olib keldi. Bu klubning a'zolari tushlik tomoq vaqtida Prezident Trump bilan vazir Shinzo Abe ziyofat zali oq shapkaning ustiga imzo qo'ydi. Oq shapkaga, ya'ni tantarbiyachilar top o'yinchilar kiyadigan oq shapkaga mundaq yozilgan. Prezident Trump bilan Shinzo Abe ittifoqdosh va eng buyuk kishilardir deb yozilgan. Prezident Trump bilan Shinzo Abe ittifoqdosh. Balki bu ikki davlat rahbari eng buyuk odamdir deb yozilgan. Jungoga ketib yetishdan bir bo'layotgan. Aeroplanda ketib berib, Prezident Trump Amerika ovozining muxbiriga mundaq dedi. Filippinda ochilgan Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik yig'ini mezgilida Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin bilan ko'rishadiganligini qayd qildi. Endilikda, ya'ni bu shu leksiyamizga qo'shimcha mavzu Rais Xi Jinping Jungoning tushini amalga oshirish uchun bugun armiyaning urush qilishiga yetakchilik qildi. Butun armiyaning urush qilishiga yetakchilik qildi. Mavzuli xabar 11-ayning 4-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qildi. Xabar bunday boshlanadi. Washington
Cumhur'un reis Xi Jinping, Merkez Harbiy İşler Komiteti'nin reis Xi Jinping mındaq dedi. Cumhur harbiyleri bütün isiyadı bilen uruş kılışını, uruşqa tayyorlik qilishni o'ylashi lozim. Cumhur millatlarının ulu gülleniş tushini ishga oshirish uchun strategik put tirab turish bilan ta'minlash lozim. Cumhurning aloqador matbuotlari xabar qilib bundaq ko'rsatdi. Reis Xi Jinping 11 ayning 5-3 kuni Juma kuni Harbiy komitetining birlashma urush qilish qo'mondonlik markaziga kelib ko'zdan kechirdi. Ve Harbiy komitetinin armiyani boshqarish siyosatini ko'rsatib berib, urushga tayyorlik qilish va urush qilish nishonini kuchaytirib, urush g'alaba qilish iqtidorini o'stirishni talab qildi. Jungo Ozodlik Armiya gazetasi Reis Xi Jinpingning so'zlarini naql keltirib bundaq dedi. Cumhur millatlarının ulug' gullanishini undaq o'ng'ay bo'lmaydi. Daqadum baxchalish bilan ishga oshmaydi. Balki urush bir maydon ulug' kurash qilishning muhim tarafidir. Alashari. Hozir endi Cumhur millatini gullantirish uchun Reis Xi Jinping urushga tayyorlik qilib, bütün armiyaga urush buyrug'i, urush isiyadim urushda bo'lsin deb buyruq tushiryapti ya. U mundaq dedi. Bütün armiya urush qilish engini kuchaytirish kerak. Bütün isiyadını urushga markazlashtirish lozim. Alashari. Her qaysi xizmatlar urush uchun kuch chiqarishi lozim. Reis Xi Jinpingning komanda rahbarligi ostida Jungo yaqinqi yillardan beri Sharqi dengiz va Janubiy dengiz qatorliq joylarda ayvisni ko'rsatish harakatlarda bo'lib, Janubiy dengizda xoda tashlab va yasagan orollarni harbiylashtirishni ishga oshirdi. Amerika dediki, Jungoning qilganlari prinsipni asos qilgan xalqaro tartibga xiras e'lon qilganlar. Kishilarchi, boshqa kishilar masalan tahlilchilar Jungoning kengaymichilikni davomlashtirishi va harbiy kuchning kuchayishidan Jungo Amerika o'rtasida harbiy to'qinishning xatarining kun sari ish berayotganligidan kishilar, tahlilchilar ansirashga boshladi.